Assalomu alaykum azizlar. Bugun kottejniy garodokka kelganmiz. Joylashuvi Ipechili mahallada joylashgan. Shundoq yo'lning yuzida. Bu ko'rib turgan uyimiz 5 xonaga joylashgan. Sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Hop, kiruvchimiz bilan yo'l oshxonamizda joylashgan. Endi zalimizga kiramiz. Zalimiz ham kichkina emas, kattagina. Bu yoqda bitta detskimiz joylashgan. Birinchi etaj uchun yuvinish xonasi. Ikkinchi etajga chiqishimiz bilan mana shunaqa kichkinagina koridorchani xolmi deymiz. Ota-onalar xonasi, o'zidan alohida yuvinish xonasi ham bor. Garderob xonamiz bor. O'zini aynan shu 5 xonalining balkoniga chiqyapmiz. Bemalol kofeni damlab, mazza qilib, gaplashib o'tirgan joy bo'libdi. Xo'p, azizlar, uyimiz qimmat emas, sizlar o'ylaganchalik qimmat emas, arzon. Bemalol telefon qilib, opisiyaga yozib qo'yamiz uy egalari nomerini. Telefon qilib gaplashaverasizlar. Baraka qilinglar, sog' bo'linglar.